Bismillahirrahmanirrahim. Dursul Lugatil Arabiyya li gayrin natiqina biha bu kitapның 3-cü qismның 4-cü dərsini biraz qalğantı 3-cü sözlü bitib, onu 5-ci dərs sözləyimiz hazır. 4-cü dərsinin 8-ci məşqi tövəndikilərin oyununu depdi. İştara setib aldı degan gap. Yashtari setib aldı. İştari yaçıb qaldı. Əmr bolğanlıq üçün, buyruq bolğanlıq üçün setib alğın degan gap. Bikam ishtarayta hazihi sa'ata. Bu saatni qancha pul setib oldingiz? Maza turidu an tashtariya min al-maktabati. Kütüpxanadan nima setib olishni xohlaysiz? An nasb qilgan harf, masdar qilgan harf, shuning uchun tashtariya deb sabar o'qitdi. La tashtari hazal mu'jama. Bu lug'atni setib olmag'in. Ishtari zaka fa innahu ahsanu. Avni setib olgan chunki u yaxshiroq. 4. Allah Taala şundaq deydi. Haqiqatan Allah Taala müminlərdən onların canlarını və mallarını onlara cənnətni beriş bədəliga setib aldı. 9. məşq. Mə ana bi gafilin. Mən gaflat qağuçu emas, yəni mən bilməy qanmadım senin qılıb atqan işingdən degəndək mənalarda. Bu yerdəki mə nafini bildirgan mən nafiyə. Və hiyə min axavati laysa. Laysa'nın qarindaşlarından, yəni fiil naqislarının qatarından. Cümlə ismiyə kirib ismini rafi qildi va xabarni nasb qildi, ya'ni ismini pish qilib xabarni zabar qildi desak bo'ladi. Va tusamma mal hijaziyya. Mal hijaziyya hijazga nisbat berilgan ma deyiladi. Masalan, ma haza basharan. Bu inson emas. Va qad yaqtarinu xabaruha bil ba'i zaidati. Ba'zida uning xabariga ziyoda ba kirdi. Masalan, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah sizlərinin qılıb atqan işinlərdən qəflətə əməz. Demək, muşu xil məl hicaziyyamu Laysa'nın qarindaşlarından, yəni fiil naqislarının qatarından. Yoki kana'nın qarindaşlarından desək bo'ladı. Tövəndiki misalını oqung, ondan tövəndiki cümlələrə məl hicaziyyəni kirgizing debdi. Anta mujtahidun, sen tirishchan. Ma anta mujtahidan, sen tirishchan emas. Ma anta bi mujtahidin, sen tirishchan emas. Ana qari'un, nahnu tujjarun, huwa qaribun debdi. Mush jumlalarni misalga o'xshash deb baqsanglar bo'ldi. Ati mudari al af'al al atiyati. Tuvandagi fe'illarning mudari'sini keltiring. Ma'nosini deb beray, mudari'sini o'zinglar lug'atda aqtirib deb baqsanglar bo'ladi. Kafala kepil bo'ldi, g'afala g'aflat qoldi, bilmay qoldi degandek. Falaqa yardi, asifa afsuslandi. Nahara dush keldi, abara o'tdi, varada keldi, farra qochdi, sabaqa o'tib ketdi, salaqa pushudi sudi pushudi degandek. 11. tuvandagi ismlarning ko'pligini keltiring. Buni o'zinglar lug'at izlab topasanglar bo'ladi. Yatimun degan yetim, quflun qulpa, jihatun taraf, abidun ibodat qiluvchi. Lug'at izlab o'zinglar tepib baqsanglar bo'ladi. Barmoqlarning ismlarini o'rganib olaylik. Ar-rahatu alqan, al-ibhamu bash barmoq, as-sabbabatu ko'rsatkich barmoq, al-wusta o'ttir barmoq, al-binsiru 4-chi barmoq, al-khinsiru eng kichik chimchiloq barmoq, unmulatun rasm ko'rsatgandek bo'g'im yoki uga desak bo'ldi. 5-chi dars. Oldi bilan tekstni o'qib tarjima qilib o'tay. Ad-darsul khamisu fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Arab tili kursining yoki maktabining mudirining ishxonasida. Yusma'u tarqun alal babi. Tarqun degan eshik chekish degan gap. Eshikni chekkan ovoz anglandi. Udkhul, kiring. Yadkhulu shabun va yusallimu. Bir yosh yigit kirdi va salom qildi. Salom qilib assalomu alaykum debdi. Va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. Mudir javob qaytiribdi. At-talibun jadidun anta. Sen yangi o'quvchimi? La, ana zairun. Yo'q, men ziyorat qiluvchi. Zairun zoradan kelib chiqqan ism fa'il. Ahlan va sahlan. Xush kelibsiz. Qarshi olamiz, xush bo'ldik. Ijlis. Min ayna anta? O'ltiring. Siz qayerdan? Ji'tu hajjan. Men haj qilib kelgan. فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير. Mesela dağlıq bu məktublarını ziyaret qilish üçün bu fürsətni qanimet bildim. Qila li, mən şundaq deyildi. İnnehu ahsanu ma'hadin li ta'limil lugatil arabiyyati li gayrin natiqina biha. En-natiqina biha degan arab tili bilan so'zlaydiganlar degan gap. Li gayrin natiqina biha Arab tili bilan so'zlaydiganlardan boshqalar, ya'ni chet elliklar uchun arab tili o'rgatadigan
ئەڭ ياخشى مەھەد مەكتەپ دېيىلدى. فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن سىلەرنىڭ بۇ مەھەدىڭلارنىڭ مەنھەجلىرىگە، پروگراممىلىرىغا، كىتابلىرىغا قاراپ چىقىشنى ياخشى كۆردۈم. مەرھەبەن بىكە. قارشى ئالىمىز. ئىسمىڭىز نېمە؟ مېنىڭ ئىسمىم مەھدى ئىبن ئابدىلھەدى دەپتۇ. بىزنىڭ بۇ مەكتەپتە دۇنيانىڭ كۆپلىگەن دۆلەتلىرىدىن كەلگەن ئوقۇغۇچىلار ئوقۇيدۇ. مۇئەززەمۇ دېگەن كۆپىنچە دېگەن گەپ. ئۇلارنىڭ سانى 450 بىلەن 500نىڭ ئوتتۇرىدا. بۇ مەكتەپتىكى ئوقۇش مۇددىتى 2 يىل. مانا بۇ مەكتەپنىڭ مەنھەج دېگەن پروگراممىلىرىدىن بىر نۇسخا. بۇ سىزگە ھەدىيە بولسۇن. ۋە بۇ بىزنىڭ بەزى كىتابلىرىمىز. ئەينە يۇمكىنۇنى شىراءُ هذه الكتب. بۇ كىتابلارنى نەدە سېتىپ ئالالايمەن؟ هذه الكتب لا تباع. بۇ كىتابلار سېتىلمايدۇ. يمكنك الحصول عليها مجانا من عبادة خدمة المجتمع. Bu kitaplarni siz haqsiz, majjanan degan haqsiz degan gap, umumiy xizmat idorasidan haqsiz olsangiz bo'ladi, olalaysiz ya'ni. Çaychi kirdi va u ikkisiga qahva qo'yib berdi. Ad'uka li ziyarati ma'hadina. Men sizni bizning maktabni ziyorat qilishga taklif qilaman. Bu mening kartam. Buningda mening adresim bor va maktabning adresi bor. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر. من bir necha aydan keyin Pokistondagi bir qurultayga qatnashish uchun taklif qilingan. Men bu fursatni g'animat bilib, antahizumu g'animat bilish degan gap. Sizlarning maktabni inshaalloh ziyorat qilaman. Sizlarga yana qahva quyib beraymi? Shayx, yo'q, bo'ldi, rahmat. Asta'zinuka al-ana ya fadilata shaykh. Fazilatli shayx, men hozir sizdan ijozat so'rayman. Jazakallohu xayran. Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin. Ilal liqo. Ko'rishguncha omon bo'ling. Sahibatka salamatu fil halli va tarhali. Hal degan tushish degan gap, tarhal qo'zg'alish degan gap. Har vaqt sizga salomatlik hamroh bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. 5-darsdagi grammatikalik nuqta oldidagi darsning davomi bo'lgan ism fa'il haqida. 7-mashq. تأمل المثال لاسم الفاعل المصوغ من الفعل الناقص الواوي. كسل harf va bo'lgan, vav kesel bo'lgan fe'il naqisdan yasalgan ism fa'il uchun berilgan misolni o'ylaning, anandan keyin qolganlarini, kamtuk qolganlarini to'liqlang. Da'a yad'u. Buning ism fa'ili da'in yoki alif lam qo'shsak ad-da'i bo'ladi. Buning asli da'ivun, ya'ni asli da'ava. Shuning uchun ism fa'ilning asli da'ivun bo'ladi. Buni yozgan vaqtda da'in yoki ad-da'i chiqadi. Qolganlarimiz shunga o'xshash naja, yanju, qutuldi degan gap, najin yoki an-naji, afa, ya'fu, afin yoki al-afi, tala, yatlu, talin yoki at-tali, tilovat qilguvchi degan gap, afa, ya'fu, afu qildi degan gap. 8. Ya kesel bo'lgan fe'il naqisdan yasalgan ism fa'il uchun berilgan misolni o'ylaning, ana qolganlarini to'liqlang. Saqa yasqi, saqin yoki as-saqi, sug'adi degan gap. Hada yahdi, hidoyat qildi, hidoyat qiladi. Hadin yoki al-hadi. Zana yazni, zina qildi degan gap. Zanin yoki az-zani, ism fa'il shunday chiqadi. Bana yabni, qurdi degan gap. Banin yoki al-bani, qurg'uchi. Baka yabki, yig'ladi, yig'laydi degan gap. Bakin yoki al-baki. Nasiya yansa, unutib qoldi, unutib qoladi. Nasin yoki an-nasi. 9. Suq asma al-fa'ilina min al-af'ali al-atiyati. Tuvandagi fe'illardan ism fa'illarni yasang va har bir fe'ilni tuvandagi misoldagi o'xshash fe'ilning turini zikr qiling deng debdi. Hajja bo'lsa fe'il hajja, haj qildi. Buning turi muddaaf fe'il, takror harflik fe'il. Buningdan yasalgan ism fa'il hajjun. Uning asli hajijun idi. Buning o'xshash asli kelgan fe'illarni buning fe'il mavu, turi mavu, uningda yasalgan ism fa'il mavu deb mushbucha deb baxsanglar bo'ladi. Jalasa
o'ltadi, akala yedi, sa'ala so'rdi, qara'a o'qidi, vaqafa turdi, shakka shak qildi, taba tavba qildi, g'oba yo'qolib ketdi, shafa shifoliq berdi, roja umid qildi. Masalan, al-fi'lu jalasa deb yozib, uning turi sahih, uningdan yasalgan ism fa'il jalisun. Yana fi'il akala, buning turi mahmuzul ayn, buningdan yasalgan ism fa'il akilun. Sa'ala mahmuzul ayn, buningdan yasalgan ism fa'il sa'ilun. Qara'a mahmuzul lam, buningdan yasalgan ism fa'il qari'un. Waqafa misal fi'il, uningdan yasalgan ism fa'il waqifun. Shakka fi'ilning turi mudaaf, uningdan yasalgan ism fa'il shakun. Taba fi'ilning turi ajwab, uningdan yasalgan ism fa'il taibun. G'oba ajwab, uningdan yasalgan ism fa'il g'oibun. Shafa fi'ilning turi fi'il naqis, uningdan yasalgan ism fa'il shafin yoki ash-shafi. Roja fi'ilning turi naqis, fi'il naqis, uningdan yasalgan ism fa'il rojin yoki ar-roji. Kitapning 52 bet bilan 55 bet yo'q ekan. 56 betdagi mashqni tarjima qilib beray. Bu yerni. Ma ajmala hazal baytal mabniya bil hajari. Tosh bilan silingan bu uy nima degan chiroyliq, ha? Asaimun anta, siz ro'zdarmi? Uhibbul lahmal mashwiya wal baydal maqliya. Men qoqlangan, ya'ni kebab qilingan go'sht bilan qo'rilgan tuxumni yaxshi ko'raman. Ad-dallu alal khayri kafa'ilihi. Yaxshilikqa boshlab qo'yg'uchi uni qilgan kishiga o'xshaydi. Qalat li ummi. Anam menga mundaq dedi. Sening kiyimlaring yuvilgan va dazmol silingan. Raja'at Aishatu min at-Ta'ifi fil usbu'il madi. Aisha Taifdan o'tgan haftada qaytib keldi. La taxaf, qo'rqmag'in. Fa inna sirraka masunun. Sening siring saqlanadi. Masunun mushada ism maf'ul. Aynal mas'ulu anil imtihani. İmtihan haqida so'ralgan kishi kim? Ala tazalu na'iman. Taxich uxlawatamsa? Na'iman ism fa'il. Qum. Faqad uzzina lil asri. Tur, asrga azon chiqib ketdi. La turaddu sil'atu al-mabi'atu ma lam takun ma'ibatan. Setilib bo'lgan mal qaytarilmaydi. Madamiki u ayiblik bo'lmasala. Ajib ani su'ali tali. Tuvandagi savolga javob bering. An Abi Hurayrata radhiyallahu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qala. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: Kichik cho'ngga salom qiladi. Yo'ldan o'tayotgan kishi o'ltirgan kishiga salom qiladi. Oz kishi ko'p kishiga salom qiladi. Yana bir rivoyatda, ya'ni boshqa bir rivoyatda ulag'da ketayotgan kishi, qatnashda ketayotgan kishi, piyod ketayotgan kishiga salom qiladi. Piyod ketayotgan kishi o'ltirgan kishiga salom qiladi. Oz kishi ko'p kishiga salom qiladi deb kelgan. At-taibu minaz-zambi kaman la zamba lahu. Gunohdan tavba qilg'uchi gunohi yo'q kishiga o'xshaydi. Allah Taala shundoq degan: "Va li kulli qawmin had." Har bir qavmga hidoyat qilg'uchi bor. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'limning ta'min etg'uchidir. Tunqalu salatul jumu'ati bil iza'ataynil masmu'ati wal mar'iyati. Juma namozi ikki kanal, ya'ni masmu'a anglanadigan, mar'iya ko'gil bo'ladigan ikki kanaldan tarqitiladi. Naqala degan yo'tkidi degan gap, men tarqitildi deb tarjima qilsak bo'ladi. Bugungi dars mushahada tugudi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.